Ha, bu o'sha mashhur yoqani bichilishi. Judayam ko'pchilik opalarimiz talab va istaklariga binoan darslik qilib tayyorladim. Ko'rishingiz mumkin. Belgachani 42 sm qilib oldim. Kromkani olib tashab, 15 sm zapax o'tishim uchun. Bilasizlar, zapaxga 15 sm o'tiladi. Mana shu yerimni ham birga qilib 20 yelkamga tushdim. 7 sm o'yinda 3 sm pastga qayaladim va oldi yelkadan ham 3 sm pastga qayalanadi. Bu oltin qoida hisoblanadi. Razmerim 24 sm, o'yindani yana shunday qilib davom ettirdim va mana shu joydan 8 sm ichkariga kirib, pas bilan birgalashtirdim. Tekis chiziq tortib, buni qirqib oldim. Bu juda ham mashhur yoqalardan. Agar mana shu uslubda tayyorlasalaring, bittada o'xshab chiqishiga javob bera olaman. Juda ham neobычный yoqa chiqadi. Buni chiroyli qilib qirqib olamiz. Va mana shunaqangi shkarniy narsa chiqadi, qaranglar. Juda ham oddiy usulda qiling. Na andoza ishlatdim, na boshqa narsa. Shunday o'zini ham bichni bo'lib chiqib beradi.